İslam doğrundagi salaflardan, payg'ambarimizdan keyingi tabiinlardan keyingi sahobalardan keyingi tabiinlardan keyingilardan birisi aytadi. Men ushunchalik jetken kun o'kirilim, kunoni minib olgan edim deydi. Biz aytamiz, shayton meni minib olgan debchi. Al aytadi, men kunoni minib olgan edim deydi. Qaysi yerda kun o'laturganmiz, o'sha yerda boshida men turadilim. Kuni bo'yicha mendan birinchi o'ringa chiqqan odam yo'q edi deydi. Uşul aytadi, kunlarning bir kunda kelsam oldimdan jetim chiqib qoldilar. Ya o'sha qadar bir yaxshilik qilib qo'yin deb, jetimga yaxshi qilib, kiyintirib, tamoq ashini olib berib, sasib ketgan ekan, banyaga olib kirib, ani juvintirib, o'zining otasinday, kerak bo'lsa otasidan da yaxshiroq, o'zimning balamday, kerak bo'lsa o'zimning balamdan da yaxshiroq qilib kiyintirib qo'ydim. O'sha kuni borib jatdim, uxtab jatib tush ko'rdim deydi. Salaflarning salaf degan hurmatli o'g'il hozirgi salaf emas. Salaf degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lini yo'ldagan sahoba, tabiin, tabiindir. O'shalar aytadi. Ana nuqtab jatib, tushimda qiyomat boshlanibdir, suroq boshlanib ketdi. Meni suroqqa borgandilar. Albatta, o'zimdagi mo'ynim olam deydi. Kunim o'ta ko'p bo'lgandan senda so'g'im yo'q ekan, dozoqqa chetim chiqib, ikki dozoqning perishtasi ikki jag'imdan qalmab meni so'dirib dozoqqa jo'nadi. Barajasamlar oldimdan janag'i jetim chiqa qolib turib, buni qaltirib ketgile, men buni Robbimdan so'rab, men buni shafaat qilam, men buni beyishga olib kirib ketishim kerak, bu menga yaxshilik qilgandim, qo'yib bergile degan uchida perishtalar aytadi, yo'q, biz buga hukm berilgan emasmiz. Bizga Alloh hukm bergan, dozoqqa tashlag'ila deb hukm bergan, biz buni dozoqqa tashlashimiz kerak deb jetilaganda Alloh taolo tarafdan duosh keldi. Alloh taolo o'zi aytib o'tadi, men bu insan kunoga minib olgan bo'lsa-dagi, ushul jetimga yaxshilik qilgandan, bu jetimning shafaatini, o'rtamchiligini qabul qildim. Ushul jetim ne deb aytgan bo'lsa, o'shani qilg'ila dedilar. Ma'qul deb bo'shatib yurganda suyungandan uyg'onib ketdim deydi. O'shunday uyg'onsam tushim ekan, o'shul kundan boshlab turib jetimlarga yaxshilik qila boshladim deydi. Mana hurmatli turgan, albatta jetim, sen duo so'rayla qo'yandanchi, duo qilib qo'yasizmi, devayla qo'y. Aparib o'la jetim, jesirga aparib turib o'la. Maşallah kalaskada o'tirgan bo'lsa, maşallah ekoz bir tug'anmiz deb qo'ysangiz, ekozmi deb suyunib qo'ygan bo'lsa, ushul sizning beyishga kirishingizga jetishdi hurmatli turgan. Biz ekoz musulmon bir tug'anmiz, ekoz musulmonmiz, men seni yaxshi ko'raman deb aytib qo'ygan hurmatli turgan, mana o'shul narsa jetishdi.